O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi rasmiy xabar bergan. Turkiyada 2025-yil 29-sentyabr kuni Istanbul shahrida Muzaffar Rahimov Jasmine Trans nomi bilan tanilgan shaxs va yana 5 nafar O'zbekiston fuqarosi politsiya tomonidan hibsga olingani rasman bildirilgan. Bu haqda Kursiv Media xabar bergan. Rasmiy manbalarda shuni ma'lum qilingan. Ular giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar noqonuniy aylanmasi bilan bog'liq jinoyatda gumon qilinayotgani aytilgan. Politsiya tomonidan tintuv o'tkazilib, ashyoviy dalillar topilgani va ekspertizaga yuborilgani qayd etilgan. Gumon qilinayotgan shaxslar Istanbulning Meltepe tumani jazoni ijro etish muassasasiga vaqtinchalik joylashtirilgani ham rasmiy ravishda e'lon qilingan. Muhim narsa, hozircha rasmiy manbalarda u sudlangan yoki uzoqqa qamaldi kabi yakuniy hukm haqida tasdiqlangan ma'lumot e'lon qilinmagan. Tergov hali davom etmoqda va sud qarori haqida rasmiy huquqiy xabarlar chiqmagan. Rasmiy manbalarga qo'lga olingani va tergov jarayonlari boshlanganligi tasdiqlangan, lekin hozircha sud hukmi jazo tayinlanganligi yoki hozirda joyi aholi holati bo'yicha rasmiy tasdiqlangan ma'lumotlar yo'q.